Men Egamberdiyeva Xurshida, Ibrat farzandlar loyihasining Sirdaryodagi filiali Ibrat akademik o'quv markazi rahbari, yosh tadbirkorman. Oddiy bir uy bekasi, til bilmaydigan va hattoki hunari ham yo'q ayol edim. Chunki bundan 10 yil oldin men turmush o'rtog'im vafot etgandi. Ibrat farzandlar loyihasi bizning hayotimizni 180 gradusga o'zgartirib yubordi. 3 nafar farzandim bilan ingliz va koreys tillarini 10 oy ichida 37 yoshimda o'rganib ham o'rgata boshladim. 5 nafar o'quvchi bilan kichkina bir xonada, xontaxta atrofida o'ta boshlaganman. Ya'ni bu holat 80 nafarga yetganda hovlida dars o'tganmiz. Shunda bizga Yoshlar ishlari agentligi hamda prezidentimizning xorijiy tillarga berayotgan e'tiborlari tufayli ushbu o'quv markazi tashkil etildi. Qishloq yoshlari uchun juda katta imkoniyat yaratildi. Maqsadim qishloq yoshlarining ta'limini rivojlantirish, jadidchi bobolarimizni davomchilarini yetkazib berish. Inson qadrlanayotgan, ayol qadrlanayotgan yurtda yashayotganimda juda ham faxrlanaman, chunki men prezidentimizning qarorlari tufayli o'zligimni topdim. Bir oddiy ayol sifatida juda ham yuksak mukofotga sazovor bo'ldim. 2024-yil 8-mart arafasida Shuhrat medali bilan taqdirlandim. Bu men uchun mas'uliyat, ishonch, yanada qattiq mehnat ko'ksimga taqildi. Bu medalni ishonchini albatta oqlayman. Yaqinlashib kelayotgan 30-iyun yoshlar kuni bilan barcha yoshlarni chin qalbimdan tabriklayman.